Assalomu alaykum azizlar. Bugun biz siz bilan 4-Dongfeng AP008 gibrid elektromobilimizning 5 ta nuqtadagi magnit maydon ko'rsatkichlari bilan tanishib chiqamiz. Videoni oxirigacha ko'ring va eng yuqori ko'rsatkich qayerdaligini bilib oling. Dongfeng AP008 gibrid elektromobilimizni 5 nuqtada real test qilishni boshlaymiz azizlar. AP008 gibrid elektromobilimizning haydovchi o'rindig'idagi ko'rsatkich 44 milligauss. Haydovchi oyoq osti. Haydovchi oyoq ostidagi ko'rsatkichimiz 8,5-9 milligaussgacha ko'tarildi. Monitorimizdagi ko'rsatkichimiz 5,4-5,3 milligauss. Markaziy konsolimizdagi ko'rsatkich 4,6 milligauss. Yon o'rindiqdagi ko'rsatkichimiz 5,1 milligauss. Orqa o'rindiqdagi ko'rsatkichni ham ko'rib o'tamiz. Orqa o'rindig'imizdagi ko'rsatkich 5,4 milligauss. 4-real testimiz obyekti Dongfeng AP008 gibrid elektromobilimizning eng yuqori ko'rsatkichi haydovchi oyoq ostida 9 milligauss chiqdi. Elektromobilingiz ichidagi magnit maydon ko'rsatkichi qancha past chiqsa, shuncha yaxshi. Sizning ham elektromobilingiz ichidagi magnit maydon ko'rsatkichlari qiziqmi? Unday bo'lsa, ekraningizdagi telefon raqamlariga aloqaga chiqing. Sizning ham elektromobilingizni real test orqali tekshirib beramiz. Videolarimizni ko'pchilik odamlar kuzatishi uchun Instagram va YouTube sahifalarimizga a'zo bo'ling hamda like bosing. Keyingi videolar qaysi elektromobillarda bo'lishini kommentariyalarda yozib qoldiring.